Qizning aytishicha, uning orqasidagi mana shu kattagina chandiqni masxaraboz qoldirgan ekan. Bunaqa dahshatli holatlarning boshlanishi esa 2016-yilda bo'lib o'tgan masxarabozlar epidemiyasiga borib taqaladi. Bir kuni kechqurun mana shu qiz dugonasi bilan o'zlari joylashgan mehmonxona oldida birgalikda video olishayotgan paytida to'satdan ularning oldiga masxaraboz qotil yaqinlasha boshladi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, 2016-yilda Avstraliya, Kanada va Amerikaning ayrim shtatlarida masxarabozlar epidemiyasi bo'lib o'tadi. Bunda odamlar yuzlariga juda ham qo'rqinchli masxarabozning grimlarini qilib, kiyimlari kiyib olib, ko'chalarda yurib o'tgan-ketgan odamlarni qo'rqitishgan. Buni ko'pchilik odamlar hazillashish yoki prank qilish maqsadida qilgan bo'lsa-da, bu niqobni ostida o'zini yovuz va g'alamiz niyatlarini amalga oshirib, katta jinoyatlarga sabab bo'lgan odamlar ham uchraydi. Hattoki bunday jinoyatlar bir nechtasi esa dahshatli fojialarga ham olib borgan. Bularning hammasi esa ba'zi shaharlarda maktablarning yopilishiga, odamlar gavjum yashaydigan joylarda esa qo'riqlash xizmatini kuchaytirilishiga ham olib borgan. Endi esa boyagi qizning voqeasiga qaytadigan bo'lsak, ular masxarabozdan qochib liftga kirib olishdi. Bu yerda esa politsiyaga telefon qilishayotganida liftning eshigi birdan ochilib, eshikning oldida esa masxaraboz paydo bo'ldi. Voqeaning davomida qizlar bilan qanaqa qo'rqinchli hodisalar ro'y berganini bilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha